Hammaga salom, qadrli obunachilar. Demak, bugungi uje payshanba, yana bir kun qoldi bu hafta tugashiga. Albatta, tillarda analizimni qo'yam berib o'taman. E'tibor bersangiz, mana eng kuchli urg'in bor mana shu yerda 4350-51 dan to 4370 gacha bo'lgan narx buy setup hisoblanadi. Bayga bemalol ozgina savdoga kirib, foydamizni olsak bo'ladi kichik risk bilan. Bemalol, misol 200 punktgacha foydani olsa bo'ladi. Chunki atkat qilish kerak do'stlar. Analizni berdim va bu yerda signal silkasini qoldirganman. Bemalol kirib, mana bu trader qoidalari checklistini bemalol oldingizga chiqarib, kompyuteringizni oldiga qo'yib, mana bu bo'yicha savdoga kirishingiz mumkin. Kerakli, emotsiyasiz. Bu juda kuchli. O'zim ishlab chiqdim, nima desa, yozib, sizlar bilan ilindim. O'zim shaxsan tayyorladim, o'zim uchun ham, sizlar uchun ham. Albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Kimgadir yo'qsa rahmat deb qo'ysalaringiz bo'ldi, xursand bo'laman do'stlar. Demak, analizga qaytsak, 4 soatlikda tillada kun davomida hozir kun boshlandi uje. Sessiya nima ochilgandan, bozor ochilgandan uje narx pastga qarab harakatlandi do'stlar. Hozir ham narx pastga qarab harakatlanyapti. 4 soatlikda uje yangi 4 soatlik ochildi do'stlar. Uje bitta 4 soatlik tugadi. Svecha ikkinchi 4 soatlik boshlandi. Va bu juda kuchli impuls bilan pastga ketishi mumkin. Men buy qilayotgan zona mana shu zona 350-51 zonalardan buyga kirib qiziqib ko'raman. Agar 15 minutlik time frame'larga kirsak, mana shu joylarda confirm bersa, ya'ni paklasheniami qanaqadir model paydo bo'lsa, chunki ahamiyatli zona hisoblanadi. Shu joyda men kichkina risk bilan bemalol savdoga kirib bugun kiraman, foydamni olaman albatta. Narx pastga qarab harakatlanyapti impuls bilan do'stlar. Kuzatamiz bugungi narxda qanchalik pastga tushib beradi. Faqat riskga amal qiling, stoplarni albatta qo'ying do'stlar. Chunki e'tibor bersangiz, oxirgi narxda masalan nechinchi chislo bo'lgan bu 26-yil. Mart oyida uje juma kuni e'tibor beringlar, uje paglasheniya bo'lgan va narx tepaga qarab mana shu narxlardan chiqib ketgan tepaga bo'ldi. Shundan keyin ketdi, tepaga qarab harakatlanib ketgan do'stlar. Shuning uchun ham bu kuchli urg'in hisoblanadi. Boyaga yozib qo'ygan, chizib qo'ygan joyim mana shu kuchli urg'in hisoblanadi. Shuning uchun ham men bu yerda buy setup qidiryapman. Mana shu yerdan buyga qarab savdoga kiraman deyapman do'stlar. Sizlarga ham albatta bu g'oya ilinyapman. Kimdir foydalansa albatta mamnunman, xursandman. Albatta risk amal qilgan holatda. Mana bu checklistga e'tibor bersangiz, bu checklistdagi hamma ma'lumotlarni o'qing, o'rganing. Bu juda kerakli narsa. Har bir trader uchun kerakli narsa. Amal qilish kerak. Amal qilish bu sizga foydali keltiradi. Shunga amal qilgan holatda savdoga kirasizlar. Kichkina lot 0.02, 0.01 ham normalniy savdoga foyda 200 punktlarga, 100-150 punktlarga yaxshi foyda beryapti. Hozir bemalol tillarda shunaqa ishlashi mumkin. Yevro usulda mana bu teskari valyuta juftliklari desa, albatta punktni bemalol nimasi volatilni kam, juda katta zarar kirib ketmaysiz. Kichkina lot bilan foydaga olib chiqishingiz mumkin o'zingizda. Kunlik reja bo'yicha ishlang. Yana bir kun qoldi bu hafta tugashiga do'stlar. Haftani hozir ochaman time frame'ini. Mana o'sha hafta tugashiga yana bir kun qoldi, 16 soat. Bugun bilan mana shu zonalardan albatta birinchi buy mana shu yerdan ko'raman. 451 52 zonalardan bitta buyga kiraman. Keyingi buyim albatta do'stlar mana bu ko'k chiziq 4370 4271 4275 narxlardan buyga harakat setup qidirib ko'raman. Chunki mana bu bekda albatta 50% ni to'ldirib sekin tepaga qarab harakatlanadi albatta. Do'stlar atkat qilishi aniq do'stlar 100% holatda. Meni qarashim va analizim bo'yicha. Hozir ham agar buyga kirsa bo'ladi kichkina lot bilan, lekin hali shoshmayapman. Chunki menga hech qanday confirm bermayapti hech qanday. Hozir ko'ramiz. Mana bu yerlarda chiroyli model hosil bo'lsa, mana bir order block, MSS yoki breakout yoki yorib o'tsa mana bu narxlarni keyin sekin ozgina buyga ishlab olsa bo'ladi. Ungacha hali shoshmayapman. Chunki kutish kerak, sabr qilish kerak. Sniper entry dedi. Chunki 4 soatlik endi boshlandi. Hali 4 soat davomida juda ko'p narsa bo'lib o'tishi mumkin bu zonalarda. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar do'stlar. Bugungi g'oyam shu. Keyin checklistimni albatta skaner qilib printerdan chiqaringlar do'stlar. Foydali juda. Traderlikdan boshlab o'rganaman degan qiziqqanlar kanalga kirsangiz albatta zakreplon soобщениyaga ham bossangiz har bir postim tagida e'tibor beringlar.
biriktirib ketganman silkasini. Mana eng kerakli, eng ishonchli brokerlar, eng birinchi o'rinda IC Markets do'stlar, unutmanglar. Keyin Exness Broker, RowForex Broker o'rtacha. O'zi eng zo'r broker yo'q dunyoda. Nisbatan brokerlar ichida yaxshiroq brokerlar hisoblanadi. Spreadi kam, komissiyasi pul chiqarishida muammo yo'q, plyus ishonchli joyda saqlanadi. Shularga e'tibor beringlar. Broker tanlashda adashmanglar iloji boricha. RowForexdan ro'yxatda o'tish video darsi bor, Exness Brokerdan o'tish darsi bor, qanday pul kirgizish, pul chiqarish hammasi video darslarini keltirib qo'yganman. Metrda 5 kompyuterda va telefonlarda ishlash video darslarini ham qilganman. Bemalol o'rganib foyda olishlaringiz mumkin. Kursim ham bor, tezlik kurscha tayyorlab qo'yganman. O'shaning ichida video darslarni to'plab, tartiblab qo'yganman. Bemalol sketch qilib kompyuterda foydalanishlaringiz mumkin do'stlar. Qiziqqanlar bemalol o'rganib foydalanishi mumkin. G'oyalardan xohlasangiz foydalaninglar, o'zlaringiz ham analiz qilishlaringiz mumkin do'stlar. 4 soatlik time frame da agar kerakli svecha ochilsa, agar entry bersa do'stlar, bayga savdo qilsak bo'ladi. Mana shu birinchi bayim shu 73-74 atroflaridan agar kerakli entry bersa, shu yerdan bitta kichkina bay, keyin 452 lardan ikkinchi bayim bugungi setapimda do'stlar. Kuzatamiz. Omon bo'linglar, sog' omon bo'lasizlar.